Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedu ve alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'du. Esselamu aleyküm arkadaşlar. Bugünkü dersimiz ni'me ve bi'se ve şunun okşaşları. Yani bugünkü dersimiz maqtash ve sökeş pilleri hakkında doktorumuz. Şimdi bu maqtash ve sökeş pilleri hakkında Musannif rahimahullah mundaq deydi. Fi'lani gayru mutasarrifayni ni'me ve bi'se rafi'an ismayn muqarinay al aw mudafayn lima qaranaha ka ni'me uqbal kurma ve yerfa'ani muzmaran yufassiruh mumayyizun ka ni'me qawman ma'şaruh. Musannif mundaq deydi. Ni'me ve bi'se mutasarrif bo'lmagan ikki dona fildir. Bu ikki fil iliflam qo'shilib kelgan ismni yoki iliflam qo'shilib kelgan ismga muzab bo'lgan ismni fa'ilim deb boshqilishga keltirdi. Ni'me uqba al-kurma deganga o'xshash. Bu ikki fe'l tamyiz uni tafsir qilib tushuntirib beradigan bir zimirni fa'ilim deb boshqilishga keltirdi. Ni'me qawman ma'sharu deganga o'xshash. Anda bo'lsa maqtash va so'kash fe'llari bu ni'me ve bi'sa bu çoğun cihetin pil zam ve pil medihi de ikkiga bo'linadi. Pil medihi ni'me habbaza ve şunun ma'nosidagilar. Bi'sa sa'a ve la habbaza qatorliqlar bo'ladi. Endi bu ikkisi ni'me bilan bi'sa pilmu ismi degani fe'l, fe'lani. Endi pil mutasarrif mi, g'ayri mutasarrif mi? G'ayri mutasarrifayn. Yani türlenmeydiğin pil. Ni'me davamlı ni'me şekilde keladi, bi'sa bi'ish şekilde keladi. Anda onun muzari emir şekli kelmaydi. Bu ikisi iki isimni yani isimni fa'ilim deb boshqacha keltirdi. U fa'ili ya ilif lam qo'shilib kelgan ism bo'ladi, ya ilif lam qo'shilib kelgan ismga muzab bo'lgan ism bo'ladi, yoki ilif lam qo'shilib kelgan ismga muzab bo'lgan ismni boshqacha keltirdi. Ni'me uqbal kurma deganga o'xshash. Va shundaqla bu yine zamir nima mumayyiz uni tafsir qilib turadigan bir zamirni fa'ilimda boshqacha keltirdi. Ni'me qawman ma'sharu deganga o'xshash. Demak, bu fillarning fa'ili 4 qismga bo'linadi degan bo'ldi. Endi bu faili 4 qism deyishimiz, birincisi faili ilif lam qo'shilib kelgan ism bo'ladi. Ilif lam ya ilif lam jinsiya bo'ladi yoki ilif lam ahdiya bo'ladi. Bu masalan ni'mal xulqu as-sidqu deganga o'xshash. Ni'mal xulqu as-sidqu desak, misal ni'mening faili al-xulq, as-sidqu maqsudul madihi bo'ladi. Ajab yaxshi axloq, rastchilik desak, mishalki al-xuluqdagi ilif lam jinsi. Axloq jinsi hammasi yaxshi, xususan rastchilik demekçi. Bi'sal xulqu al-kazib. Ajab yaman axloq, yolg'on aytish deganga o'xshash. Endi mana mishada bu ni'me bilan bi'sinin fa'ili ilif lam qo'shilib kelgan ism kelgan. İkincisi eninde ilif lam ba ismga muzab bo'lgan ism bo'ladi. Masalan, ni'ma qaidul muslimin Xalidun deganga o'xshash. Musulmonlar qo'mondoni ajab yaxshi Xalid. Yani Xalid ajab yaxshi musulmonlar qo'mondoni demakchi. Endi bi'sar rajulul qawm Abu Jahl. Abu Jahl qavmning ajab yaxshi qavmning erlari deganga o'xshash.
Mesela ve le ni'me darul muttaqin. Muttaqiler yurdu acep yaxşı. Ve bi'se mesve zalimin. Zalimlerin onu acep yaman. Degen okşaş. Bunu ni'mininki ve bi'sinin faili iliplamlık isimga muzab bulab kelgen isim buludu. Endi bu yerda biz hozir cümlege dikkat qilgan bo'lsak, ni'ma qaidul muslimin Halid dedik. Mishari ni'ma fil madhi mabni alal fath. Qaid ni'minin fa'il olup mudaf, al muslimin mudaf. Qaid fa'il ni'minin fa'ilul merfu alamet rabbi ad-damma mudaf al muslimin mudaf ilay majrur alamatul jar al ya. Çünkü o cemi muzakkar salim. Endi mishari madihlanguchi kim desa umumi madih. Bu yerda ni'ma bi'sidan iborat bu ikki fil am bo'lgan ni'ma umum bo'lgan bir madini ni'am bi'sa umum bo'lgan bir so'kashni bildirsa, endi bu yerda Halid maxsus bil. Shu umum bo'lgan madina ichidan madiga Halid alayda xos qilinadiki, qo'mondonlar, musulmonlar qo'mondoni ajab yaxshi. Musulmonlar qo'mondoni ajab yaxshi desak, mushu musulmonlar qo'mondonining ichiga Halid mi kirib kirdi va Halidning g'ayrimi ham boshqa qo'mondonlar mi kirib kirdi. Endi musulmonlar qo'mondoni ajab yaxshi Halid desak, bu yerda Halid ikki qatim maqtalgan bo'ladi. Shuning bilan Halidning maxsus bilmadihi deb qaraymiz. Üçüncüsü, endi bu ni'ma ve bi'sining fa'ilining üçüncü türü bu ilif lam ba ismga muzab bo'lgan ismga muzab bo'lgan ism bo'ladi. Masalan, ni'ma hafizu kitabillah. Mishara ni'maning fa'ili hafiz. Hafiz mudaf, kitabı muzaf ilay, kitabı muzaf Allah'ı muzaf ilay olsa, ni'maning fa'ili bu yerda ilif lamli ismga muzab bo'lgan ismga muzab bo'lgan ism bo'ldi deymiz. Endi bi'sa muhmili awamirul Qur'an desek, bunu bir bi'sa sökashni bildirib keldi. Bunun faili ilif lamli ismga muzab bo'lgan ismga muzab bo'lgan ism bo'ldi. Dördüncüsü, bu ni'ma ve bi'sinin faili zamir mustatir oludu. Ni'ma bilen bi'sinin faili zamir mustatir oludu. Ve bu zamir mustatirden keyin yoki şu ni'ma bi'sidan keyin şu zimirdeki mübehemlikni tafsir qilib berdigan bir nakir ism keladi. Bu nakir ismni tamiz deb ataymiz. Mesela ni'ma sadiqan al-kitabu deganga o'xshash. Bi'sa xulqan xulful va'di deganga o'xshash. Ana ni'ma sadiqan al-kitabu ajab yaxshi u do'st kitob degan. Kitob ajab yaxshi do'st demakchi. Kitob ajab yaxshi u do'st degan bo'ldi. Mishan ni'maning fa'ili huwa degan zimir sadiqan ay ni'maning tegi zimirini nima qilib turdi? Farqlandirib turdi. Al-kitob maqsubil madihi bo'ldi. Ana ni'ma sadiqan xabar muqaddam, al-kitob mudai muakhar bo'ldi. Endi mishada ni'ma sadiqan ni'mat sadiqatan degandek bunda o'zga ushlab keladi. Demak, bundan ko'rib oldikki, ni'ma va bi'sining fa'ili 4 turdan keladi degan bo'ldi. Bir ilif lamli ism bo'ladi, ilif lamli ismga muzab bo'lgan ism bo'ladi, ilif lamli ismga muzab bo'lgan ismga muzab bo'lgan ism bo'ladi va zamir bo'ladi. O zamirni cho'qim bir ism farqlantirib, tamizlab keladi dedik. Mana bu bizning ni'ma va bi'sining shu fa'il haqida to'xtaldik. Endi ni'maninki ve bi'sining biz va 4-chi xil fa'ili zimir olab keladi. Zimir olab kelgan chaqda cho'qim uni bir tamiz o zamirni farqlantirib keldik. Endi şu temizning birga kelishi ve zahir fa'ilning birga kelishi. Asli fa'il zimir bo'lganda uni farqlantiradigan bir tamiz keladi dedik. Endi shu fa'il oshkora kelib hem temiz mi keladigan ahvol bor. Buni qanday hal qilamiz degan masala chiqdi. Masalan, Musannif rahimahulloh bu haqda mundaq deydi. Wa jam'u tamyizin wa fa'ilin zahar fihi khilafu anhum qad ishtahar. Temiz bilen aşkarı fa'ilning jug'lishida ixtilof aşkarı bo'ldi deydi.
Yani cem'u temyiz ve fa'il. Fa'ilden el-fa'il el-zahir maksat. Çünkü temyiz ve eşkarı fa'ilinin cuglushi da meşhur bo'lgan ixtilof aşkarı bo'ldi. Ulamolarning bu haqda ixtilofi var demekçi bizimde. Mesela bunu misal koysak asli aşkarı fa'il kemiğinin misali ni'me hulqan as-sidqu desak, mana bunun da temiz bilen fa'il bo'lgan zimir muzmer bo'lgan fa'il jug'lishib kelgan. Bunun da ixtilof yo'q. Ama ixtilof bo'lgani qarasa desa, ixtilof bo'lgani temiz bilen aşkara ism zahir fa'ilab kelgan ism zahirning jug'lishib kelishda ixtilof bor. Mesela ni'mas sadiqu sadiqan al-kitabu degan o'xshash. Ajab yaxshi do'st bo'lgan holatda kitob degan o'xshash. Mana mushuningda ulamolarning 3 xil qarashi bor. Birinchi xil qarash la yajuz. Ni'mas sadiqu sadiqan al-kitob deb kirishi durust emas. Chunki tamyiz degan asli mubahamlikni ko'tarish uchun kelgan. Bu yerda oshkor fa'ilda mubahamlik asli mavjud emas, mujmallik mavjud emas. Shunga buning sadiqanning beri tamyiz ulab kelishi durust emas. Anda bo'lsa tamyiz ulab kelishi durust bo'lmabdi. Navada ni'mas sadiqu sadiqan al-kitobdagi mushu jumlani qanday tahlil qilamiz desa, jumlaning kelishi xatomi yoki sadiqanni tamyiz deb hukm qilish xatomi desa, jumlaning kelishini xato demaymiz. Ni'mas sadiqu sadiqan al-kitobda biz sadiqan degan tamyizning kelishini xato deymiz. Hargiz bu yerda cümlenin umumiy kelishini xato demaymiz. Chunki kip qolmasa, mayli, kelgan bo'lsa, bu yerdagi tamyiz deb qolgan so'zni ma'noda biz hal deb qaraymiz yoki she'rlarga kelsa zurut she'r deb qaraymiz. Ya she'rda kelgan bo'lsa zurut she'r, nasrda kelgan bo'lsa hal deb qaraymiz. Şuna ni'mas sadiqu sadiqan al-kitob degan so'zda sadiqanni biz bu yerda hal deb tarkan. Hal bo'lganda qanday halsa? Hal muakkid deb qaraymiz. Ya'ni bu hal sadiq degan so'zning ma'nosi do'st, sadiqaning ma'nosi do'st. Bu yerda hal muakkid. Ya'ni sahibul halning ma'nosini ta'kidlash uchun keladi. Bu hal muakkidning gapi biz masalan 5-ki darslarimizda şu halning haqida so'z dars o'tgan vaqtimizda bu aniq o'tirib qo'yilgan. Masalan wala tufsidu fil arzi mufsidin wala ta'asaw fil arzi mufsidin degan o'xshash. Wala ta'asaw fil arzi mufsidin desak, mufsidin hal muakkid shunga o'xshaydi. Ikkinchi xil qarash fa'il bilan oshkori ism zohirdan kelgan fa'il bilan tamyizning o'tirining jug'ilinishi durust. Bu shu kelishi sahih arablardan nasrda va she'rda kelganligi uchun durust deb qaraymiz. Masalan, durust deguchilardan shu Haris ibn Ubbatning bir so'zlari bor. Shu o'zining o'g'lining bir urushda o'lib ketganligi xabar yetgan chog'da u mundaq degan. Ni'mal qatilu qatilan aslaha bayna bakr va tag'lab degan. Ni'mal qatil qatilan aslaha bayna bakr va tag'lab. Endi o'zining o'g'lini da'vatida ajab yaxshi u maqtul bo'lgan holatda u Bakr qabilasi bilan Tag'lab qabilasini isloh qilgan ajab yaxshi maqtul bu deb o'zining o'g'liga Allohning madhi o'qigan chog'da ni'mal qatilu qatilan deb so'zlagan. Shuni durust deymiz demakchi. Va uningdan boshqa yana boshqa kelganlarim bor. Yana bir shoirning so'zi bor. Tazawwat misl zadi abiki fina fa ni'maz zadu zadu abiki zada deb kelgan. Misha zadan, misha ni'maz zadu degan shu ni'ma filmadihi az-zadu uning fa'ili ism zohirdan kelgan. Zadu abik maxsus bilmadihi zadan mishada tamiz deb qaradik. Mishada birinchi qarashga asosan zada hal, ikkinchi qarashga asosan tamiz bilan shu ism zohirning o'tib jug'lasi bo'ladi. Bu kelganligi uchun arab
tildi kelganligi uchun deb qaraymiz. Hamda undan boshqa shundaq tamiz davomliq mubahamlikni ko'tarish uchun kelgan. Asli tamiz kirishdi. Asli tamiz tayinlanganda ma'lum mumayyizdagi mubahamlikni ko'tarish uchun keldi, yo'qotish uchun keldi. Lekin bu mutlaq emas. Ba'zi chog'da tamiz mubahamlik uchun kelmay, ta'kid uchun kelgan ahvollar bor. Masalan, bu vaqtda Alloh subhanahu va taoloning buni so'ziga qarasak, inna iddatash shuhur indallahi 12 shahran dedi. Allohning dargohida oylarning soni 12 oy deb keldi. Mishada inna iddatash shuhur indallahi 12 deyilgan bo'lsa, shahran kelmagan bo'lsin butdi. Chunki Allohning dargohida oylarning soni 12 ga deyilsa-mu, bu yerda mujmallik bo'lmaydi. Lekin 12 shahran deb, mishada shahran degan tamiz keldi. Bu tamiz bu yerda shahran asli bu yerga mubahamlikni ko'tarish uchun kelmagan, bu yerda ta'kid uchun kelgan deb qaraymiz. Ya'ni iddata ashur oylarning soni degan iddata ashurni ta'kidlash uchun kelgan. Bu yerdagi shahran shuning ta'kidi deb qaraymiz. Uningdan boshqa indi minar rijali 20 rajulan deganga o'xshash. Mening qishimda erlardi 20 arba deganga o'xshash. Va undan boshqa Abi Talibning shundaq bir so'z degan so'zi bor. Va laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khayri adyanil bariyati dina deb dini Muhammad deb bo'lib oxiri dinan deb yana keltirgan. Shunga tamiz kelganda mutlaq ta'kid. Alaqa mubahamlikni ko'tarish uchun emas. Rabbil mubaham emas, ba'zi chog'da o'zining oldidagi shu so'zni ta'kidlash uchun tamiz muakkid talab qilingan ahvol bor demoqchimiz. Uchinchi xil qarash, tamiz bilan ism zohir bir yerga kelib qolsa, birinchi qarash durust emas, hol deb ta'vil qilamiz dedik. Ikkinchi xil qarash ta'kid talab keldi deb durust deymiz. Uchinchi xil qarashchi deganda, agar tamiz failga ziyoda bir foydani ifodalab beralsa, tamiz bilan ism zohirdan kelgan failning o'tirisi jumlanishi durust deb qaraymiz. Masalan, ni'mar rajulu farisan Xolidun deganga o'xshash. Ajab yaxshi chavandaz, ajab yaxshi chavandaz Xolid dedik. Mishada ni'mining faili ar-rajul farisan tamiz Xolidan maxsus bil madhi bo'ldi. Endi mishada asl ni'ma farisan Xolid kelgan bo'lsa hech qanday mushkil bo'lmaydi. O chaqda ni'mining faili zimir mustatir bo'lib, farisan uni tafsir qilish uchun kelgan deydik. Lekin hozir ni'mar rajulu farisan Xolidunda farisanni biz ar-rajul degan shu ism zohirining tamizi deymiz. Lekin nima uchun kelgan? Bir mübahimlik bo'lmasa desa, failga ziyoda bir foydani ifodalab berdi. O ziyoda foyda nima desa, chavandozlik. Ammo foyda bo'lmasa-chi, kasb bo'lmaydi deb qaraymiz. Mana bu ni'ma va bismning failning faili zimir mustatir bo'lganda tamiz ketdi. Ismi zohir kelib qolganda tamiz kelsa, buni yuqori 3 yo'lning biri bilan hal qilsak bo'ladi. Navbatda bizning to'xtalmoqchi bo'lganimiz ni'midin kin kelgan ma'ning i'rob haqida to'xtalamiz. Endi ni'ma, na'imma deb ni'midin kin ma keladigan ahvol bor. Bu ma'ni nima deymiz? Bu ma'ning i'robi nima bo'ladi degan haqida to'xtalamiz. Va ma mumayyizun wa qila fa'ilu fi nahwi ni'ma ma yaqulul fadilu. Musannif bundaq dedi. Ma mumayyizdir. Ni'midin kin kelgan ma mumayyiz. Ni'mining tagida bir zimir va shu zimirni ma farqlantirib beruvchi mumayyizdir. Birinchi qarash. Ni'midin kelgan ni'ma ma yaqulul fazilga o'xshash. Ni'midin kin kelgan ma'ning birinchi qarash nima ekan? Mumayyiz, tamyiz. Va qila fa'ilun va deyildi, fa'il mu deyildi. Ni'ma ma yaqulul fadiluda fa'il deb mi deyildi? Endi fazilatli kishi davatgan narsa ajab yaxshi desak, mana mishada ni'ma ma yaqulul fazilida ikki xil qaraymiz. Ni'mining tigidagi zimir fa'il bo'lib ma tamizmi? Ya ni'mining tigida zimir yo'q,
ma ni'mening failimi degan bir qarashga to'xtalish lozim keladi. Unda da biz hozir ni'ma ma yaqulul fa'ilining agar mushuni fa'il deb ma'ni fa'il desak ma ash-shay'u ma'nosida kelgan bo'ladi. Ni'ma shay'u allazi yaqulul fa'il degan ma'noda bo'ladi. Shunga biz bunda tafsili to'xtalamiz hozir. Endi ni'ma bi isidinkin bunda keladi ni'ma ma bi isma deb keladi yoki na'imma ma deb idg'amliq yoki idg'amsiz keladi. Endi bu ni'ma ve bi'sidinkin ma kipto, ma dinkin cümle kipto. Ni'me ma yaqulul fazilgan cümle kipto. Mesela ma tes'a ileyhi el kesbul halal degan o'xshash. Sen ininga kasb qilgan narsa ajab yaxshi halal kasb demakchi. Endi mishada ma'ni şey ma'nosida deyli yoki temizleyli tes'a ileyhi ma'nın süpti deb qarasa el-kasbul halal mishada maqsud bilmadiyi desa bo'ldi. Yoki u ma'dinkin mufrad ism keldi. In tubdus sadaqat fa na'imma hiya deganga o'xshash keladi. Demak, andada mushu ma'ning i'robida bir necha so'zga ixtirof qilinadi. Ya'ni bu yerda asas masala ikki. Makil ni'medinkin ma keladi, madinkin ya ism mufrad keladi, madinkin ya cümle keladi degani to'xtalamiz. Endi masalan intubdu sadaqat fana'im mahiyada ya bu haqqi to'xtalish yoki uni mufrad hukm kirgizib o'tamiz, bi ism ni'ma ma yaqulul fazil jumla qatori kirgizib o'tamiz. Agar madin keyin jumla keldi deb qarasak, madinkin cümle keldi, ni'ma ma yaqulul fazil deganda cümle keldi deb qarasak, o chaqda ma ism mavsul, uningdan keyin kelgan cümle uning silisi maxsus bilmadihi tashlangan deb qaraladi. Masalan, ni'ma ma yaqulul fazilda mishada ma ism mavsul, yaqulul fazil uning silisi. Yani fazilatli kishi degan nas, deydigan nas ajab yaxshi u deb bir yerde maqsud bilmediği taşlangan. Ni'me ma tes'a ileyhi el kesbul halalda maqsud bilmediği taşlanmagan. Cümle kelganning meselesi. Bi istemeşterav bihi enfusahum en yakburu deganga o'xshash. Agar u madin keyin mufrad kelsa, ondan mufrad kipti, u mufrad kelgan ism ma'rifa tam bo'lsa u fa'il bo'ladi. نما وإن كان بعدها مفرد فهي معرفة تامة وهي الفاعل وبعدها هو مخصوص. هذا هو الذي إليه وأقرب إليه وأبعد عن التأويل. عندنا إن تبدو الصدقات فنعما هي ده هي مفرد وغنديكن هي مخصوص بالمديه نعمة ما فاعل. Bunu ma'rifatu tamme deb qo'yamiz. Ma nakiratu tamme demi ma'rifatu tamme eş-şey'u ma'nosida atmiz. Eş-şey'u ma'nosida alamiz. U chaqda a keyni kelgan madin keyin kelgan mufrad ism maxsus bilmadi bo'ladi. Ishqil qarash bo'ldi. Madin keyin kelgan jumla bo'lsa, ma'ni ism mavsulub ni'maning fa'ili qilamiz, jumlani uning silasi qilamiz, maxsus bilmadi tashlangan bo'ladi. Ama madin keyin kelgan mufrad bo'lsa, ma'ni shay ma'rifatu tamme tuluq ma'rif ism qilib eş-şey'i ma'nosi qilib uni fa'il qilamiz. Kin kelgan zimirini yoki ma'rif kin kelgan ismni mufrad ismni maxsus bilmadihi qilamiz. Mana bu ni'madan kin kelgan ma'ning haqidagi to'xtalishimiz mana shundan iborat. Ma ma'rif ma'nosi ism mavsul bo'ladi. Ism mavsul bo'lmaganda eş-şey'u ma'nosida bo'lib fa'il bo'ladi. Endi hozir to'xtalmoqchi bo'lmoqmiz endi maxsus bilmadihi haqida va maxsus bilmadining tashlanishi. Endi maxsus bilmadihi degan nima desa, masalan, ni'mar rajulu zaydun desak, ajab yaxshi ar zayd desak, maxsus bilmadihi zayd bo'ladi ashada. Mishan ni'mar rajulda ar-rajul bu yerda madihlanguchi.
Endi nimishqa Zeydni maxsus bilmadi desa, aşu acab yaxshi er deganlikin Zeydmi er jinsining ichi kiralaydi. Bu şada umum qatorchida Zeyd bir maqtaldi. Undan Zeydun deb so'zlaganlikin maqtashqa yani alayda xas qilindi. Shunga buni maxsus bilmadi deymiz. Shunga bizni hozir to'xtalmoqchi bo'lganimiz ni'mar rajulu Zeydunlik Zeydunga o'xshash mushu maxsus maqtashqa xas qilingan ismning i'robi nima bo'ladi? U mubtadami, u xabarmi? Deganga o'xshash. Va uning tashlanish maqsud bilmadi, bayonma tashlangan dedik, tashlansa bo'lamdi, bo'lmamdi degan haqida to'xtalamiz. Endi maxsus bilmadihi odatda bi'sa va ni'midin iborat fildan keyin va uning fa'ilidan keyin an so'zlanadi. Bu haqda musannif rahimahulloh mundaq deydi. ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا وإن يقدم مؤشر به كفى كالعلم نعم المقتنى والمقتفى مخصوص بالمده نعمة وبئسة دنكن با نعمة وبئسة failinin failidinkin, ni'medinkin ve bi'sidinkin faili ve onun faillerdenkin mahsus bilmediği sözün mubtada bulup sözlünüdü. Musannif davatıdı, mubtada bulup sözlünüdü. Mahsus bilmediğinin i'rabine mubtada davatıdı. Ni'mer raculu Zeydun'da Zeydun eşe ni'me degen fiil ve onun failidinkin sözdenkin. Şuna yüzkerul mahsusu ba'du degen demediyse ba'd ni'me vel bi'se vel fa'ilehuma. Ni'me ve bi'se ve onun fa'ilidinkin mahsus mubtada olab sözlünüdü. Ev haber ismin leysi yabdu ebeda. Yaki o mengu aşkarı kelmeydiğen isimnin haberi oludu. Yaki o ni'mer raculu Zeydun'daki mahsus bilmediği taşlangan mubtadanın haberi oludu. Taşlangan mubtadanın haberi. Ev haber ismin leysi yabdu ebeda. Mengu aşkarı kelmeydiğen bir isim ba, o isim mubtada şunun haberi. Mesela ni'mer raculu Zeydun'da acep yaxşı er, u Zeyd degen boldu. İşte ve degen mubtada Zeyd aşının haberi oldu. Bunu iki xil qaraş. Endi musannif mahsus bilmediğinin irabini iki xil o'tirib qo'ydi. Endi maxsus bilmediğini mubtada degan vaqtida mubdai muakhar oldu. Ni'mer raculu Zeydun'da Zeydun'ni mubtada deganda mubdai muakhar, ni'mer raculu haber muqaddam bo'ladi. Endi ni'mer raculu Zeydun'dagi Zeydun'ni tashla mengu aşkara kelmaydigan tashlangan mubtadaning xabari degan vaqtimizda ni'mer raculu u fil fa'il bir cümle Zeydun tashlangan mubtadasidan qo'shilib u ayrim bir cümle hisoblanadi. Bu bir gap. Endi maxsus bilmediğini tashlashga bo'lamdi. Bayan maxsus bilmediğini tashlashni bo'ladi. Wa yuqaddam mu'shiru bih kafa el ilmu ni'mel muqtana vel muqtafa. Bizning bir qoidamiz var. Bir narsa tashlansa bo'lamdi desa, el hazfu yajuz iza ulimel hazfu degan bir prinsipimiz var. Maxsus bilmediğinin taşlanganlığı bilinse, taşlansı butu, çünkü o taşlansı mı mana iniq bilinse bulaverdi. Ve yuqaddam mu'shiru bih. Şu maxsus bilmediğini uqtirib berguchi, his qildirguchi ilgir olab kelsa, bilmediğinin oldida kelsa, kapa. O bilmediğinin oldida kelgan so'z bilan maxsus bilmediğidan kifoya qilinadi deydi. Ve yuqaddam mu'shirun bihi kapa. Mana bu yerdan chiqdi bu gap. Maxsus bilmediğini his qildirguchi bilmediğinin oldida kelgan bo'lsa, o chaqda bu shu bilmediğinin oldida maxsus bilmediğini his qildirib, shunga dalolat qilguchi ölen kifoyalanadi, maxsus bilmediği keyin so'zlanmasin bo'ladi. Masalan, ni'mer raculu Zeydun'da Zeydun ni'mer racul deb kelsa, Zeydun ni'mer racul deb kelsa, Zeydun mubtada, ni'mer racul cümle haber. Ama maxsus bilmediği bir yer taşlangan deb qaraymiz. Çünkü o manada Zeydunga dalalat qilganlik uchun. Yine musannif bu haqda mundaq deydi: "El ilmu ni'mel muqtana vel muqtaba." İlim degan
acep yaxshi qanoat qiling'uchi va acep yaxshi agishilguchi desak, al-ilmu mishada mubtada bo'lib, ash maqsud bilmadiga dalolat qilib turadi. Ni'ma bilmadi al-muqtana uning fa'ili bo'lib, bu jumla xabar bo'ladi. Maqsud bilmadi tashlangan deb qaraymiz. Buni bu baytning tarjimasi. Endi biz buni texmi kengaytgan vaqtimizda maxsus bilmadi bir so'zning maxsus bilmadi bo'lganligining yoki maxsus bizzam bo'lganligining alomati va bo'lsa alomati bor. Uning alomatlari odatda shu maqtashga xos qilinish yo so'kashga xos qilinish bo'ldi. Masalan, biz bir misol haqida texmi tafsil to'xtalsak, birinchisi chuqum u maxsus bilmadi bilmadining fa'ildan xosroq bo'ldi alomati. Ya'ni uning bilan maxsus bilmadi maqtash bilsinki ni'mar rajul zaydundiki zaydun ar-rajuldan xosroq bo'ladi. Er-racullar ma'noda barobar bo'lmaydi, undan amroq bo'lmaydi. Maqsud bilmadi madihi ni'ma bi'sining ni'maning fa'ildan xosroq bo'ladi. Alomatidan birisi ma'vu. İkincisi uni aşı maxsus bilmediği olan bilmediği olan maqtash pili ve onun failinin mubtadası kılışkıma arziydi yoki uni şu taşlangan mubdani xabar qilishga degandek buningmi ham arziydi. Masalan, misoli biz buni texmi kengaytgan vaqtimizda misol ko'rsak, ni'mal xulqu as-sidqu desak, buning i'robi haqida to'xtalsak, birinchisi misal ni'mal xulqu as-sidqu axloq, ajab yaxshi axloq, rostchilik desak, as-sidquning i'robi to'xtalamiz. Birinchi qarash mubtada. Ni'mal xulqu o'zining oldida kelgan jumla, uning xabari. Bu eng oson i'rob hisoblanadi. Çünkü bunun da bir narsa hazb qilingan deydigan qarash yo'q. İkincisi, u taşlangan maqsud bilmadiğini taşlangan mubdani xabar deymiz. Mesela ni'mar rajulu zaydunda zaydunni taşlangan mubdani xabar deymiz. Birinci qarash oldu, ikinci qarash ma oldu. Üçüncü qarash u fa'ildan badal desakmi bo'ladi. Fa'ildan badal deb qarasakmi, buni ba'zi nahviylar bayan qilgan, mesela Ushmuni İbn Kaysan'dan bunu o'tirib qo'ygan. Masalan, ni'mal xulqu as-sidqu desak, ni'ma bilmadihi al-xulqu uning fa'ili, as-sidqu ashundan badal deb qaraymiz. Badal desak bo'ladi. Yeni bir xil qarash bor deydi. Yeni bir xil qarash, masalan, ni'mar rajulu zaydunda yeni bir xil qarash tashlangan mubdaning xabari. To'rt xil qarash bo'ldi. Hozir bu yerda ni'mar rajulu zaydunda zaydun mubtada, ni'mar rajulu xabar muqaddam. Birinchi qarash. Ikkinchi qarash tashlangan mubdaning xabari ni'mar rajulu va zaydun degan bo'ldi. Üçüncü qarash badal. Dördüncü qarash nima desa, u mubtada xabari tashlangan. Ni'mar rajulu zaydunda ni'mar rajulu fil fa'il zaydun mubtada xabari tashlangan. Çünkü dört xil qarash. İkinci qarashning aksi. Yani bir qarashda zaydun ni'mar rajulu zaydunda zaydun mubtada xabar tashlangan, yeni bir qarashda zaydun tashlangan mubda tashlangan zaydun xabar. İki xil qarash, badal üçüncü qarash, mubda muaxir xabar muqaddam dördüncü xil qarash. Dört xil qarash o'tirib qo'yildi. Endi navbatda to'xtalmoqchi bo'lganimiz Muşu ni'ma ve bi'sininki ulan ma'nida sifatli işletildiğin sözde. Mesela ni'ma maqtashni bildirsa, bi'si so'kashni bildirdi. Bi'si bilan ma'nida so'z bormi deganga o'xshash. Bu musannif bu vaqtda mundaq deydi. Waj'al kabi'ta sa'a waj'al fa'ula
minzi salasetin kani'me muscala. Sa'ani bi'siga o'xshash qiling. Nimada? Ma'nada va amalda sa'a bi'siga o'xshaydi. Vaj'al fa'ula minzi salasa kani'ma. Uchariblik pilladin fa'ula vaznida kelgan pilni ni'miga o'xshash maqtash pili qiling mutlaq holatda deydi. U pil qanday bo'lishdan qat'iy nazar mayli u ucharlik pil asli vazni fa'ula vaznida bo'lsin. Asli vazni fa'ala vaznida bo'lsin. Mayli asli vazni fa'ila vaznida bo'lsin, cho'qim fa'ula vazniga yo'tkab turib uni maqtash pili qiling demoqchi. Vaj'al fa'ulan min zi salasatin kani'ma musjala degani. Ya'ni siz uch harflik pillarning ichidan fa'ula vaznini mutlaq holatini nimaga o'xshash qiling dedim. Ya'ni mutlaq degani u maqtash pilisi asli fa'ula vaznida kelgan bo'lsin bo'ladi. Yoki asli fa'ila vaznida kelgan bo'lsa, masalan fahimani fahumaga yo'tkab, fariha bo'lsa faruhaga yo'tkab. Bunda holatda maqtash pili qiling demoqchi. Endi ni'ma va bi'sa, masalan bi'sar rajul zaydun deganga o'xshash. Sa'ar rajul zaydun deganga o'xshash buning masalalari aniq aslida. Endi bizning shu uch harf pillardan ta'ajjub pili yasash masalasida to'xtalamiz. Shu maqtashga va so'kashga dalolat qilishda bu uch harflik pillarning har birisidan bu ta'ajjub pili yasashda uni fa'ula vaznida ishlatish lozim bo'ladi. Mayli asli fa'ula musjalaning asli fa'ula vaznida bo'lsin. Masalan sharupa, karuma, hasuna deganga o'xshash. Yoki asli fa'ila vaznida bo'lsin, fahima, jahila yoki bara'a deganga o'xshash. Undan keyin fahuma, jahula, baru'ada mundaq yo'tkaymiz. Masalan sharupar rajul Xolid. Xolid ajab yaxshi sharaflik er. Lauma rajulan isam. Isam ajab paskash er deganga o'xshash. Kabura kalimatan takhruju min afwahim deganga o'xshash. Mana bu shu fa'ula vazni bilan endi buningga muannasning ta'siri qo'shiladi. Fa'ula vazni bilan shunday keladigan maqtash pillari. Endi buningda ashu fa'ul lauma rajulan dedik. Bu chaqdan sharupa rajul xalidan da sharupa fil ar-rajul fa'il bu maqtash pili xabar muqaddam Xolid maqsud bilmadi mubda'i muakhar bo'ladi. Ammo lauma rajulan isamda cho'rsa lauma fil fa'il tahta zimr huwa rajulan tamiz isam xabar mubda'i muakhar deb qaraymiz. Bu undan boshqa nurg'un oyat kaburat ghalimatan takhruj min afwahihim degan o'xshash. Va undan boshqa ya ayyuhallazina amanu lima taqul ma la taf'alun kaburat maqdan indalloh deganga o'xshash shunday holatlar keladi. Buni bu maqtash va sukash pillarining. Ammo ni'ma va bi'sa pillari desa bu asla pil jamid pechida bo'ldik. Buning uchun muzariya amri yasalmaydi. Ammo mush pillar mushu masalan asli fahima jahila degan pillar sharupa karuma hasun degan pil mutasarrif. Ammo maqtash piliga chiqqanda bu pil jamid qismiga aylanib ketadi. Ammo yana bir diqqat qiladiganimiz diqqat qiladigan bir yerimiz bor. U nima deganda bizning diqqatimizdan tortadigan bir tarafi ni'ma va bi'sining fa'ili ilib lamning ism kasun ya ilib lamning ism muzab bo'lgan ism kasun ya ilib lamning ism muzab bo'lgan ism kasun ya zimir kasun uni bir ism zahir farqlandirib kasun dedik. Ammo ma o fa'ula babida kelgan fil maqtash pili bo'lsa, masalan sharupani maqtashga chiqarsak, karumani maqtashga chiqarsak yoki fahimadan fahumani o'zgartib maqtashga keltirgan vaqtimizda yoki laimadan laumani so'kashga keltirgan vaqtimizda bu chaqda buning fa'ili
iliplamdan hali oluşu sahih. Faili iliplamdan isim kelsin buludu ya iliplamdan hali isim kelsin buludu. Mesela Adula Ömer. Ömer nime degen adaletlik ha? Şerupe Halid. Halid nime degen şereflik ha? Hasuna ulaik rafiqa degen o'xshash bo'lsa bo'laveradi. Avu şart bunun da şart etilmeydi. Endi navbatda maqtash fi'llarining ichidan be'atan o'rgangan bo'lsak, uningki ma'nisi bu bo'lgan habbaza. Habbaza mı maqtash fi'li ve la habbaza bi'sa ma'nisi so'kash fi'li. Habbaza, la habbaza ve bu ikisinin hükmü hakkında to'xtalamiz. Bu haqda musannif rahimahullah mundaq deydi. Mislu ni'ma habbazel fa'ilu za ve in turid zemmen faqul la habbaza ve evlizel makhsusa eyyane kâne la ta'dil biza fehve yudahil mesela ve ma siva zarfa bihi habbe ev fecur bilba ve dun zenzimamu ha kesuru. Bu beytning tercümesi mundaq bo'ladi. Habbaza ni'miga o'xshaydi. Fa'il habbazada fa'il za bo'ladi. Agar habbaza so'kash maqsad, agar siz so'kashni maqsad qilsangiz la habbaza dang. Endi habbazadagi zani maxsus bilmadiğine davomliq ilgiri keltiring. O maxsus bilmediği nime buluştun kat'i nazar. Maxsus bilmediği nim buluştun kat'i nazar. Maxsus bilmediğinin ki da za maxsus bilmediği ilgiri kes oldu. Habbazadın kin an maxsus bilmediği kilodu zaten. Anda maxsus bilmediği habbazanı aldırı kesin bulmaydı. Habbe bilen zanı oturup kısılıp kesin bulmaydı. La ta'dil biza. Siz bu zavilen Kayrılmang deb la ta'dil biza degan bu zani zafeti keltiring. Zani zadin başka bir şekilde yani zanin zani zayni zihi tihi degan şekilde özgertmang. Yani siz za bilan zanin gayriga mayillab ketmang, lekin siz za bo'lgan muzakker mufrad shaklini lazım tuting demakchi. İlzim muzakker ve mufrada. La ta'dil biza deganning ma'nosi la tamil biza ila g'ayri walakin ilzam muzakkaran mufrada degan bo'ldi. Ya'ni siz za bilan zani g'ayrga mayllab ketmangki, davomli za degan muzakkar mufrad shaklini lazım tuting. Zaning musanna ve mufrad musanna ve yoki jami qismini yoki muannas qismlariga o'zgartmang. Habbazada demekçi. Habbazadaki zada. Pehve yudahi mesela. Limaza. Nimişki özgersek bulmaydı o. Zanıga ya ki zanıga özgersek ya ki zihiga özgersek muannas kısmıga özgersek bulmaydı degende. Çünkü bu habbazadaki habbaza şekli meselge o'xshaydi. Maqal temsilge o'xshaydi. Maqal temsil la yetagayyar. Şunun için bu özgermeydi deymiz. Ve ma siva zarfa bihab deydi. Siz muşu habbilen zanın başkasını mı fail qilib başka iş keltiring. Endi habbaning faili davomli zavlab kelmaydi. Zadın başka söz mü habbining faili olab kelib maqtash ma'nosini bildiradi demakchi. Ma siva zarfa bihab habbi bilen zanın başkasını başka iş keltirdiğinden gap habbinin faili zadın başka söz keltirip onu peş okusunuz buludu. Ev fecur biza yaku habbinin failini zayid boğan ba bilen zir okusunuz buludu. Ve dun zenzimamul ha kesur. Habbe sözüde za kemigende habbe za kemi habbaza kemi başka söz kelgende habbe za kemigende zanın başkası da habbinin hasını peş okuş köp buldu
za kelganda habbaza deb o'qiladi. Ammo za kelmaganda haning zabmisning haning hubba deb o'qilishi ko'p degan gap. Za kelganda cho'qim habba o'qiladi. Za kelmaganda habba deb o'qiladi, hubba deb o'qiladi demakchi. Biz buningga misol ko'rsak, biz asli habbazaga kirib baqla. Habbazal muhdis al-Buxoriy. Buxoriy so'zligicha ajab yaxshi. Ajab yaxshi bu Buxoriy so'zligicha. La habbazar rajul Abu Lahab. Abu Lahab ajab eski deganga o'xshash. Buni mishada habba fil madhi za fa'il mabni ala sukun fi mahalli رفع فاعل المحدث مقصود المدح البخاري ونم مفعول به لده شنو وشش مثلا هبة في الماضي جامد oldu za اسم إشارة مبني على سكون في محل رفع فاعل محدث مقصود المدح endi maxsusning biz bu yerda hozir maxsus haqida to'xtaldik-ku. Habbining maxsusi la habbazaning maxsusda maxsus bilmadi haqida ikki xil hukm bor. Birinchi, maxsus bilma, chunki fa'uliza al maxsus ayyan kana degan keldik biz hozir. Maxsusning fa'ilga qilish sahih emas. Habbaza Xolid demakchilik biz. Habbaza Xolid. Ajab yaxshi bu Xolid demakchilik. Endi men şerə Xolid olğan məxsusni biz fa'il olğan zanın aldığı çıxıb habba Xolidun za təşkil olmaydı deməkçi. Nimişqa? Çünki bu za məsəlgə oxşay nima? Nimişqa ilgiri çıxış olmaydı desə bu habba bilan za ikisi birləşib işlətildiğin söz. Za gayrimutasar. Amma aldığı çıxışma ham olmaydı, çıxsa məxsus bilmədin kifayilingan buldu. Məxsus bilmədiyi degan namda emas, məxsus bilmədiyi işaret qılğıcı nam bilan çıxsaq boladı. İkincisi, za degan fa'il o davomliq mufrad muzakkarni lazım tutudu, qanda bir ishdan qat'iy nazar. Biz bayan la ta'dil biza fahiya yudahil masala degan mana shu gap shu. Shu məxsus bu fa'illab kelganda birlik va muzakkarlikni lazım tutudu. Köplikке, tasniy jamiylikka, muannaslikka o'zgarmaydi. Garchi maxsus bilmadiyi o'zgarib kelgan bo'lsa-mi? Maxsus bilmadiyi o'zgar. Masalan, habbaza at-tabibu Fatima. Ajab yaxshi doktor Fatima deganga o'xshash. Endi yana habbaza at-tabibani al-Muhammadan. Habbaza at-tabibatan al-Fatimatan. Habbaza at-tabibuna أو habbaza al-atibba'u Muhammadun. Habbaza at-tabibat al-Fatima desakmi, bu za mutlaq o'zgarmay kiradi. Chunki bu masalga, maqal tamsilga o'xshaydigan so'z bo'lg'achqa. O'zgarmaydi. Al-amsal la tataghayyar mutlaqa deydigan bir prinsipimiz bo'lganligi uchun. Endi habbi haqida endi unda bo'lsa, va ma sawa zarfa bi hab aw fajur dedi. Endi bu habbi haqida ish xilolat bo'ldi. Birincisi bunun fa'ilinin zanın gayri buluşu ve habbideki ha'nın peş yoki zibar o'qilishi masalasida bir ikki xil holat bor. Endi habbinin fa'ili za kalimasi bo'lgan chaqda endi ko'pincha vaqtda habbinin fa'ili za kalimasi bo'ladi. Bu chaqda habbinin fa'ili za kalimasi bo'lganda habba cho'qim ha hubba deb o'qilmay habba o'qiladi. Bu bir. İkincisi fa'ili bo'lganza davomliq birlik aylik suratda keladi. Bu bir xilolat o'zi. Ikkinchi xilolat, agar habbining fa'ili zaning g'ayri bo'lib, zadan boshqa bir ism bo'lib qolgan bo'lsa, bu chaqda buni fa'illik asosan shu peş o'qiymiz, shu zadan boshqa so'zdan fa'illik asosan peş o'qiymiz. Habbi kelimesi bilan ve onu zaid deb qalayotgan ba bilan zir o'qisaq bo'ldi. Masalan, habba at-tabari mufassiran. Hubba bit-tabari mufassiran. Mana habba at-tabari
mufassiran yoki hubba at-tabari mufassiran desak ham bo'ldi yoki hubba at-tabari habba at-tabari dedik yoki ba bilan zir qilsak ham bo'ldi hubba bit-tabari yoki habba bit-tabari deb bunda o'qisak ham bo'ldi demak habbining faili zaning g'ayri bo'lgan chog'da uning habbininki haning harakatini pashu hubba deb o'qisak bo'ldi habba deb o'qisak bo'ldi faili habbiga asosan pashu qilsin bo'ldi harfi jar zaid bo'lgan ba bilan zir qilsin bo'ladi deb qaraymiz tabari ajab yaxshi arganga o'xshash mana bu shu habbaninki habba va habbaza va la habbaza haqidagi muloyizimiz shuni oxirlashidi shuning bilan maqtash va so'kash pil madihi va pil zam va uning ma'nodoshlari haqidagi darsimiz shuni bilan oxirlashidi keyingi darsimiz af'alu tabzil ismi tabzil haqida bo'ladi va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin